O'zbekistonda Qurbon hayiti 6-iyun juma kuni nishonlanadi. Bu haqida hozirgina prezident qarori e'lon qilindi. Mazkur qarorga ko'ra 2025-yilda Qurbon hayitining birinchi kuni 6-iyun sanasiga to'g'ri kelish haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti qabul qilingan. Boshqacharoq aytadigan bo'lsak, O'zbekiston musulmonlari idorasi 2025-yilda Qurbon hayiti 6-iyun juma kuniga to'g'ri kelishi bo'yicha xulosa bergan va shundan kelib chiqqan holda prezident qarori qabul qilingan. Va mazkur qarorga ko'ra 7-iyun shanba kuni haftasiga 6 kun ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni sifatida belgilanmoqda. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, o'zbekistonliklar Qurbon hayiti munosabati bilan 3 kun dam olishadi. 6-iyun juma Qurbon hayiti ekanligi uchun 7-iyun shanba qo'shimcha dam olish kuni va 8-iyun yakshanba odatdagi dam olish kuni. Barcha yurtdoshlarimizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin.